Har kuni ishga gelikda borib kelishingizni sekretini o'rgatdingmi? Yoki har kuni otangizni, oilangizni shu gelikda oqib aylantirib yurishingizni sirini o'rgatdingmi? Bitta siri bor. Mashina bosib olishingiz kerak, tamom. Shishkalar narxi rostagasi Mercedes AMG G63 2025 26 modelini atigi 7000 yurgan yengidagini bosib olar ekansiz-da. Undan oldin bitta like bosib qo'ying. Niyat qilib hech bo'lmasa. Rostagazim double night paket. Farani ichidagi detallarigacha, mana ko'rasizmi? Pоворотnilarigacha qor. Undan tashqari yaqinroq kelsangiz, bamferi pastki va o'rtadagi detallarigacha karbon detallar. Даже yonidagi splashnoy va moldinglaridirmidi? Shulargacha haqiqiy karbon, даже bakoylargacha karbon. Undan tashqari gulush tili mana yondan chiqib turibdi. Bu haqiqiy Yevropeyka, ya'ni Koreyadan olib kelingan emas, rostgazim Yevropeykasida xolos. Bilasiz, koreyskiga nisbatan nimagadir shu Yevropeykalari nemislar qimmatroq yuradi. Adashmasam 20-30 ming kamida qimmat yuradi. Undan tashqari avvali tegida T22 elektronik podveskalarigacha bor. Даже yo'llarni eslab qolar ekanmi, cho'smi va shu darajada yumshoq yurishiga sabab bo'ladigan kamida bir 20-30 ming dollar turadigan do'popsa, parogi elektronik chiqib kelyapti. Saloni detallari karbon, rul takoy karbon va alkantara. Undan tashqari manufaktur komplektatsiya rombik ko'rasizmi? Bu zakazga o'sha olib keltirilgan ekan. Patologiya poli alkantara. 7000 yurgan yangi mashinani hidi qandoq bo'lsa, undan ham sal shirinlashgan, chunki qimmat atirlarni hidi ham nomiga kelib turibdi. Oppoqqina gelikda oqib yurmoqchi bo'lsangiz, yengisi bilasiz, kamida 355-360 mingga turadi. Lekin ati 7000 yurgan. Bu 7000 probegga jonivor aytili 15 kun, 1 oyda ham, 2 haftada ham yurib qo'yadigan probeg hisoblanadi, bilsangiz kerak. Lekin kamida 60 ming foydadasiz 7000 probeg uchun 300 mingga ro'ppa-rosa bosib olsangiz bo'ladi. 26 model bu. Yana T22larni ham ko'rdingiz, o'shalargacha bor. Bosib oling, jigar hammaga nasib qilsin.